Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hayotiy zarur mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa yosh ulug'larimiz, hurmatli pensionerlarimiz uchun bu ma'lumotni bilish shart. Gap shundaki, yaqin kunlarda pensionerlarga mo'ljallangan maxsus transport kartalari joriy etilmoqda va bu kartalar jamoat transportidan foydalanish tartibini butunlay o'zgartirib yuboradi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda yoshi ulug'lar bo'lsa, bu yangilik sizni bevosita qiziqtiradi. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni qat'iyan tavsiya etaman. Chunki men sizga to'liq ko'rsatma va barcha nozik jihatlarni tushuntirib beraman. Shu bilan birga, agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu muhim ma'lumot imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi uchun juda zarur. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hurmatli do'stlar, keling avval qanday bo'lganini eslaylik. Ilgari pensionerlar jamoat transportidan foydalanishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak, imtiyozli chiptalar yoki eski namunadagi pensiya guvohnomalari orqali sayohat qilish mumkin edi. Ammo bu tizimning o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Birinchidan, bu qog'oz asosidagi hujjatlar tezda eskirardi, yirtilardi yoki yo'qolib qolardi. Pensionerlar uchun har safar yangisini olishga borish ancha mashaqqatli edi. Ikkinchidan, ayrim konduktorlar yoki haydovchilar eski guvohnomalarning haqiqiyligini tekshirishda xatolar qilishardi. Ba'zan noxush tushunmovchiliklar, hatto janjallar kelib chiqardi. Masalan, guvohnomaning muddati o'tgan-o'tmaganini aniqlashda, uning asl yoki soxtaligini farqlashda inson omili sabab xatolar tez-tez uchrab turardi. Uchinchi muammo shundaki, bu tizim juda noqulay edi. Har safar guvohnomani sumkadan qidirib topish, uni ko'rsatish, qayta joyiga solish yoshi ulug'lar uchun bu oddiy holat emasdi. Ayniqsa jamoat transporti gavjum paytda, bekatda shoshilib turgan vaziyatda bu amallar ko'proq stressga sabab bo'lardi. Hukumatimiz va tegishli tashkilotlar tomonidan joriy etilayotgan yangi tizim ana shunday muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Endilikda qog'ozli guvohnomalar o'rniga zamonaviy elektron maxsus kartalar joriy qilinadi. Bu kartalar bank kartalariga o'xshash bo'lib, ular orqali jamoat transportida sayohat qilish avtomatlashtiriladi. Bu nafaqat pensionerlarning hayotini osonlashtiradi, balki jamoat transporti tizimining o'zini ham modernizatsiya qilishga xizmat qiladi. Elektron tizim har bir safarni ro'yxatdan o'tkazadi. Bu esa davlat tomonidan beriladigan imtiyozlarning aniq hisobini yuritishga imkon beradi. Ya'ni avval har bir imtiyozli sayohatni hisobga olish qiyin bo'lgan bo'lsa, endi bu ma'lumotlar avtomatik ravishda yig'iladi va tahlil qilinadi. Bu esa kelajakda transport tizimini yanada takomillashtirish va pensionerlarga beriladigan imtiyozlarni optimallashtirish uchun asos bo'ladi. Eng muhimi, bu tizim inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni va tushunmovchiliklarni deyarli nolga tushiradi. Bu esa pensionerlarimizning sayohatini tinch va osoyishta kechishini ta'minlaydi. Asosiy qism 1. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Xo'sh, bu yangi karta nima o'zi va u qanday ishlaydi? Bu shunchaki bir to'lov kartasi emas. Balki bu sizning pensiya guvohnomangizga bog'langan, shaxsiylashtirilgan elektron transport kartasidir. U sizning jamoat transportidan imtiyozli foydalanish huquqingizni tasdiqlovchi raqamli kalit vazifasini o'taydi. Kimlar ushbu kartani olishi mumkin va kimlar uchun bu muhim? Barcha toifadagi pensionerlar, ya'ni yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ushbu kartaga ega bo'lishlari shart. Ya'ni ilgari qandaydir transport imtiyozi mavjud bo'lgan har qanday pensioner uchun bu karta majburiy hisoblanadi. Agar siz ilgari ham qandaydir imtiyozlardan foydalanib kelgan bo'lsangiz, demak siz yangi kartani olishingiz shart. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, avvallari hech qanday transport imtiyoziga ega bo'lmagan bo'lsangiz, unda siz uchun o'zgarish sezilmasligi mumkin. Ammo baribir bu kartani olish imkoniyatini o'rganib chiqish foydadan xoli emas. Chunki kelajakda imtiyozlar doirasi kengaytirilib, barcha pensionerlarga tarqatilishi mumkin. Karta qanday ishlaydi? Juda oddiy. Kartani olganingizdan so'ng uni avtobusdagi yoki metro bekatidagi validataga yaqinlashtirasiz. Validat kartangizni o'qib, uni sizning pensiya ma'lumotlaringiz bilan solishtiradi. Agar sizning imtiyozingiz tasdiqlansa, sayohat uchun pul yechilmaydi yoki imtiyozli tarif bo'yicha yechiladi. Bu tez va shaffof jarayon. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik.
Birinchi misol. 7000 yoshli Otabek amaki har kuni bozorga borib keladi. Ili bilib nabiralari uchun sabzavot, mevalar olib keladi. Ilgari u eski qog'ozli guvohnomasini ko'rsatib sayohat qilardi. Ba'zan konduktor bilan u qadar katta bo'lmagan, ammo noxush tushunmovchiliklarga ham duch kelardi. Konduktor uning guvohnomasini diqqat bilan tekshirib, ba'zan shubha bilan qarardi. Bu esa Otabek amakini biroz xafa qilardi. Endi esa u shunchaki yangi kartasini validatorga yaqinlashtiradi. Tizim bir zumda uning imtiyozini tasdiqlaydi va u hech qanday muammosiz sayohatini davom ettiradi. Bir tomonga sayohat taxminan 2000 so'm turadi. Agar u haftasiga 5 kun, kuniga 2 marta bozorga borib kelsa, bu har hafta 20 000 so'm. Bir oyda esa 10 000 so'm iqtisod qilganini anglatadi. Bu pul uning pensiyasining anchagina qismi bo'lib, unga dori-darmon yoki oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga yordam beradi. Eng muhimi, bu kartalar unga tinchlik va erkinlik beradi. Endi u hech kim bilan tortishishga, o'zini noqulay his qilishga majbur emas. Ikkinchi misol. 65 yoshli Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi va muntazam ravishda poliklinikaga borib turishi shart. Avval u har doim o'zining eski guvohnomasining amal qilish muddati haqida yoki transport uchun yetarli naqd puli bormi, yo'qmi deb xavotirlanardi. Ba'zida avtobusdagi validatorlar uning eski passini o'qimasligi yoki konduktorlar tomonidan qabul qilinmasligi kabi muammolarga ham duch kelardi. Endilikda yangi karta bilan u poliklinikaga ham, dorixonaga ham, nabirasining tug'ilgan kuniga ham hech qanday tashvishsiz boradi. Karta unga moliyaviy yukni yengillashtirishdan tashqari katta ruhiy osoyishtalik ham bag'ishlaydi. Chunki u endi sayohat uchun pul izlash yoki kim bilandir tushunmovchilikka borishga majbur emas. Bu uning sog'lig'i va kayfiyati uchun juda muhimdir. Uning uchun bu karta shunchaki sayohat chiptasi emas, balki ijtimoiy kafolat va o'ziga bo'lgan ishonch ramzi bo'lib qoladi. Uchinchi misol, ba'zi oilalarda bu yoki buvalar nabiralarini bog'chaga yoki maktabga olib borishadi. Bu vazifa tez-tez ba'zan har kuni bajariladi. Agar eski tizimda ular har safar pul to'lashlari kerak bo'lganda, bu oila budjetiga sezilarli yuk bo'lardi. Ammo yangi karta tufayli bu yoki buva nabiralarini maktabga olib borishda hech qanday qo'shimcha xarajat qilmaydi. Bu esa nafaqat oilaning moliyaviy yukini yengillashtiradi, balki bu buvalarga jamiyatda faol bo'lishga, o'zlarini foydali his qilishga imkon beradi. Ular yanada harakatchan va mustaqil bo'lishadi. Bu esa ularning yoshiga mos hayot tarzini saqlab qolishlariga yordam beradi. Xo'sh, bu kartalar nima uchun joriy qilinmoqda? Buning bir nechta sabablari bor. 1. Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish. Bu butun transport tizimini zamonaviy standartlarga moslashtirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish yo'lidagi muhim qadamdir. 2. Imtiyozli sayohatlarning aniq hisobini yuritish. Elektron tizim har bir imtiyozli sayohatni qayd etadi. Bu davlatga qancha odam imtiyozlardan foydalanayotganini va bu uchun qancha mablag' sarflanayotganini aniq bilishga yordam beradi. Bu esa davlat budjetini yanada samarali rejalashtirish imkonini beradi. O't firibgarlikning oldini olish. Qog'ozli guvohnomalar soxtalashtirilishi yoki boshqa shaxslar tomonidan noto'g'ri ishlatilishi mumkin edi. Elektron kartalar esa shaxsiylashtirilgan bo'lib, ularni faqat o'z egasi ishlatishi mumkin. Bu firibgarlik xavfini keskin kamaytiradi. 4. Pensionerlar uchun qulaylik. Eng muhim jihatlardan biri bu. Kartadan foydalanish oddiy va qulay bo'lib, pensionerlarning stressini kamaytiradi va ularga sayohat paytida ko'proq xotirjamlik bag'ishlaydi. 5. Transport xodimlarining ish yukini kamaytirish. Konduktorlar va haydovchilarning har bir guvohnomani qo'lda tekshirishiga hojat qolmaydi. Bu esa ularning ishini tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi. 6. Urbanistik rejalashtirish uchun ma'lumotlar to'plash. Kartalardan foydalanish natijasida yig'ilgan ma'lumotlar qaysi yo'nalishlarda pensionerlar ko'proq sayohat qiladi, qaysi paytda eng faol shaharni rivojlantirish, yangi yo'nalishlar ochish yoki mavjud yo'nalishlarni optimallashtirish uchun qimmatli ma'lumot bo'lib xizmat qiladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgan kabi. Bu yangi karta tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va ba'zi noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan saqlaydi. Bir geografik cheklovlar, bu juda muhim nuans. Hozirgi kunda joriy etilayotgan kartalar asosan ma'lum bir shahar yoki viloyat hududida amal qilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida berilgan karta faqat Toshkent shahar jamoat transportida avtobus, metro ishlaydi.
Agar siz Toshkentda yashab, Andijondagi qarindoshlaringizni ziyorat qilish uchun borganingizda, Toshkentdagi kartangiz Andijon jamoat transportida ishlamasligi mumkin. Shu sababli har bir viloyat yoki shahar o'zining karta tizimini joriy etishi va uning amal qilish doirasi haqida alohida ma'lumot berishi mumkin. Kartani olayotganda aynan qaysi hududlarda u amal qilishini so'rab olishingiz shart. Bu borada kelajakda butun respublika bo'ylab yagona tizim joriy etilishi rejalashtirilayotgan bo'lsa ham, hozircha ushbu cheklovni yodda tutish kerak. İki transport turlari bo'yicha cheklovlar. Karta barcha turdagi jamoat transporti ishlaydimi? Hozircha aksariyat hollarda bu kartalar shahar avtobuslari va metroda amal qilishi kutilmoqda. Ammo marshrut taksilar, mikroavtobuslar yoki shahar atrofidagi yo'nalishlarda ham ishlaydimi? Bu haqda aniq ma'lumotni kartani olgan joyingizdan yoki davlat xizmatlari markazlaridan so'rashingiz kerak. Odatda bu kabi imtiyozlar faqat davlat tomonidan boshqariladigan transport turlariga taalluqli bo'ladi. Xususiy marshrutlarda ishlatilmasligi ehtimoli yuqori. O'ch muddati va yangilash tartibi. Karta bank kartalari kabi ma'lum bir amal qilish muddatiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, u 3 yildan keyin yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Bu xuddi pasport yoki pensiya guvohnomasini yangilashga o'xshaydi. Kartangizning amal qilish muddatiga e'tibor bering va muddati tugashiga yaqin qolganda uni yangilash uchun tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar sizning pensiya to'yfangiz o'zgarsa, masalan, nogironlik pensiyasi bo'yicha imtiyozli karta olgan bo'lsangiz, keyinchalik yoshga doir pensiya oladigan bo'lsangiz, kartangizni qayta rasmiylashtirish yoki yangilash zarur bo'lishi mumkin. Bunday o'zgarishlar haqida pensiya fondiga xabar berish muhimdir. Dot yo'qolishi yoki shikastlanishi. Agar kartangiz yo'qolib qolsa yoki shikastlansa nima qilish kerak? Xuddi bank kartasi yo'qolgandagidek uni tezda bloklash va yangisini olish jarayoni mavjud. Siz zudlik bilan kartani bergan tashkilotga, masalan, davlat xizmatlari markaz yoki transport boshqarmasiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizga kartani bloklash va yangisini olish tartibini tushuntiradilar. Yangi karta berish uchun ma'lum bir haq undirilishi mumkin. Kartani ehtiyot qiling, uni buklamang, nam joyda saqlamang va magnit maydonlaridan uzoqroq tuting. Tizim nosozliklari validator ishlamasa-chi, juda kam hollarda validatorlar texnik nosozliklar tufayli ishlamay qolishi mumkin. Bunday vaziyatda xotirjamlikni saqlang. Avtobusda konduktorga murojaat qiling yoki metroda nazoratchiga xabar bering. Ular sizga yordam berishga majbur. Agar barcha choralar ko'rilganiga qaramay masala hal bo'lmasa, unda sayohat uchun boshqa to'lov usulidan foydalanishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ammo bu haqda albatta tegishli organlarga xabar berib, shikoyat qiling. Telefon orqali texnik yordam markazlariga bog'lanish uchun raqamlarni oldindan bilib qo'yish foydali bo'ladi. To'g'ri foydalanish, kartadan noto'g'ri foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Bu karta sizning shaxsiy imtiyozingizni tasdiqlaydi. Agar boshqa shaxs, masalan, oila a'zosi sizning kartangizdan sayohat qilishga uringan bo'lsa, bu jarimaga tortilishga yoki kartangizning butunlay bloklanishiga olib kelishi mumkin. Bu bank kartasini boshqa birovga berib yuborishga o'xshaydi. Faqat bu holatda ijtimoiy imtiyoz suiiste'mol qilingan bo'ladi. Har doim kartadan faqat o'zingiz foydalaning. Ayrimlar uchun zudlik bilan amalga oshmasligi e'tibor bering. Bu tizim butun mamlakat bo'ylab bir vaqtning o'zida joriy etilmasligi mumkin. Jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ba'zi shaharlarda yoki viloyatlarda u tezroq, boshqalarida biroz kechikish bilan joriy etilishi mumkin. Shuning uchun o'z hududingizdagi yangiliklarni kuzatib borishingiz, mahalliy hokimiyat organlari yoki transport boshqarmasining rasmiy e'lonlariga quloq solishingiz kerak. Shoshilmang, lekin bu jarayondan bexabar qolib ketmang. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar, aziz do'stlar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Ushbu yangi kartani qanday olish mumkinligi bo'yicha aniq va tushunarli amaliy ko'rsatmalar. Bu qadamlar sizga kartani muammosiz qo'lga kiritishingizga yordam beradi. Birinchi qadam, o'zingizning huquqingizni tekshiring. Avvalo sizning pensioner sifatidagi holatingizni tasdiqlashingiz kerak. Ya'ni siz rasman pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz va pensiya to'lovlarini olishingiz shart. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz yoki pensiya masalasida noaniqliklar mavjud bo'lsa, avval bu masalani hal qiling. Keyingina bu kartani olishga harakat qiling. Aks holda arizangiz rad etilishi mumkin. Ikkinchi qadam, kartani qayerdan olish kerakligini aniqlang. Eng oddiy va ishonchli yo'l
yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishdir. So'nggi yillarda DXMlar aholiga xizmat ko'rsatishda juda qulay va tezkor yondashuvni joriy etdi. Shuningdek, ba'zi shaharlarda mahalliy transport boshqarmalarining maxsus ofislari yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmalari ham bu kartalarni berish bilan shug'ullanishi mumkin. Ammo DXM bu boradagi yagona oyna bo'lgani uchun u yerga borishni tavsiya etaman. U yerda sizga barcha zarur ma'lumotlarni berishadi va jarayonni boshlashga yordam berishadi. 3-qadam qanday hujjatlarni to'plash kerak? Kartani olish uchun sizga asosan 2 ta asosiy hujjat kerak bo'ladi. Biring, pasport yoki ID karta. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Albatta asli bilan birga nusxasini ham olib borganingiz ma'qul. 2. Pensiya guvohnomasi. Bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Bu ham asli bilan bo'lishi shart. Ba'zi holatlarda joyda suratga olishlari mumkin. Ammo oldindan tayyor bo'lish uchun o'zingiz bilan 3x4 hajmdagi bir dona fotosurat olib borganingiz yaxshi. Agar sizda nogironlik bo'yicha pensiya bo'lsa, tegishli tibbiy ma'lumotnoma yoki guvohnomani ham olib borish talab qilinishi mumkin. Shu sababli DXMga borishdan avval telefon orqali aniq hujjatlar ro'yxatini so'rab olishingizni maslahat beraman. 4-qadam. Ariza berish jarayoni. DXMga borganingizda navbatga turasiz. Hozir DXMlarda elektron navbat tizimi juda qulay. Keyin operatorga murojaat qilasiz. U sizga maxsus arizani to'ldirishda yordam beradi. Ariza blankasini to'ldirgandan so'ng yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarni topshirasiz. Operator barcha ma'lumotlarni tizimga kiritadi va sizga arizangizning qabul qilinganligi to'g'risida kvitansiya beradi. Odatda kartani bir necha kunda berishadi. Ba'zan esa ma'lumotlar tekshiruvi sababli bir hafta yoki undan ko'proq kutishga to'g'ri kelishi mumkin. Sabrli bo'ling. Kartaning tayyor bo'lganligi haqida sizga SMS xabar kelishi mumkin. 5-qadam. Kartani faollashtirish va birinchi foydalanish. Kartani olganingizdan so'ng uni darhol ishlatishga shoshilmang. Ko'pincha kartalar avtomatik tarzda faollashadi. Ya'ni siz uni jamoat transportidagi validatorga 1-marta yaqinlashtirganingizda u avtomatik ravishda faollashadi va tizimda ro'yxatdan o'tadi. Ba'zi hollarda esa maxsus punktlarda faollashtirish talab qilinishi mumkin. Bu vaqtda sizga kartani berish paytida xabar berishadi. 1-marta foydalanishdan oldin kartaning orqa tomonidagi yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing yoki DXM xodimlaridan foydalanish bo'yicha qo'shimcha tushuntirish berishlarini so'rang. Kartani olgach, sayohatdan oldin uning balansini tekshirish, agar bu funksiya mavjud bo'lsa, yoki faolligini sinab ko'rish uchun kichik bir safar qilish foydali bo'lishi mumkin. 6-qadam. Muammolar yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Agar kartangiz bilan bog'liq savollar tug'ilsa, u ishlamay qolsa, yo'qolsa yoki boshqa har qanday muammo yuzaga kelsa, xavotirlanmang. Siz doimo yordam so'rashga haqlisiz. 1-manzil kartani olgan davlat xizmatlari markazi. Ular sizga har tomonlama yordam berishga majbur. 2-manzil mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Ular sizning pensiya holatingiz bilan bog'liq masalalarda yordam bera oladilar. 3-manzil shahar transport boshqarmasi yoki jamoat transporti operatorining aloqa markazi. Ular kartaning texnik ishlashi, validatorlar va sayohat tizimi bilan bog'liq masalalarda maslahat berishadi. Ushbu tashkilotlarning ishonch telefonlari va murojaat qilish joylarini oldindan bilib qo'yish juda foydali bo'ladi. Ularning saytlarida yoki ijtimoiy tarmoqlar sahifalarida bunday ma'lumotlar joylashtiriladi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda pensiyalarga mo'ljallangan maxsus transport kartalarining joriy etilishi, ularning qanday ishlashi va bu boradagi barcha muhim jihatlarni batafsil yoritishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda, bu yangi tizim pensionerlarimiz uchun juda katta qulaylik, tejamkorlik va zamonaviy yechimdir. Uning joriy etilishi nafaqat sayohatni osonlashtiradi, balki pensionerlarning jamiyatdagi faolligini oshiradi va ularning hayot sifatini yaxshilaydi. Bu kartani olishdan aslo ortda qolmang. Yuqorida keltirilgan amaliy maslahatlarga amal qilib, kartangizni oling va jamoat transportidan qulaylik bilan foydalaning. O'zingizni, yaqinlaringizni, ayniqsa ota-onangizni va buvalaringizni bu muhim ma'lumotdan boxabar qiling. Bu videoni ko'rib chiqqaningizdan so'ng sizda qanday fikrlar paydo bo'ldi? Bu yangilik haqida nima deya olasiz? Sizningcha bu karta yana qanday qulayliklarni yaratishi mumkin? O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun qadrli.
Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni unutmang. Bu kanalimiz rivoji uchun juda muhim. Shuningdek, kanalimizga obuna bo'lib, keyingi muhim yangiliklardan ham boxabar bo'lib turing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, azizlar.